Mana. Chizdim. Mana. Mana birinchi grafik. Bo'ladi. Savol, tepasimi pastmi qat? Mayda. 0 qo'ysam 0 kichkina past ekan. Bu yog'i bo'ladi. Ikkinchisini chizaman. 2x plus 5y katta yoki teng 50 dan. Ha? Birinchi x qo'yardik, keyin X ga 0 qo'ydim, y teng 10 bo'ldi. Y teng 10, mana 3 dan biri. Hop, y ga 0 qo'ydim, x teng 0 qo'ysam 25 bo'ldi, to'g'rimi? Mana 25. Chizdim. Bundan tuzishim shartmi? Hayır. Yo'q. Bundan tuzishim diyor. Assalomu alaykum yanga. Chizish kerak. Ekzamenga tuzish kerak emas. Hop, keyingisi katta dedi, qat 0 qo'ydim. 0 kattami? Yo'q, tepasi. Demak, mana shu ikkalasining oralig'i bo'ldi. Tushunarlimi? Keyingisi x 10 dan katta. 10 qani? 30 bo'lsa, mana bu 25 bo'lsa, mana 10. Примерно, da, mana 10. X 10 dan katta. Bu yog'i. Tushunarli? Y 5 dan katta. Yo'q. Y 5 dan katta. Mana 10 bo'lsa, mana 5. o'sha kvadratika. Endi bu 5 bo'lsa, 5 dan katta tepasi. Tepasi bo'lsa, mana bu joy bo'ladi. Minimay desa, ko'pincha mana bu yo mana bu nuqta bo'ladi. Bular katta qiymat beradi. 30 ga qattiq. Ha? 0 qo'y 30 chiqadi, 0 qo'y 30 chiqadi. Mana shu graf qilib hozir nimada ko'rsatib berish kerak-ku. Mana shu graf qilib ko'rsatib berish kerak. Ha? Обязательно. Plotni grafik qo'yibdi. Или просто как уравнение Plotni grafik формулы qo'yibdi. формулаga qo'yib ishlab tashlash bo'ladi grafiksiz. Yo'q. Alo. Да. Вроде ko'rinmay qoladi. Здравствуйте. Mana bu o'rtasida turish kerak. Короче, necha soat beryapti? 23'te. 23'te soat. Yo'q, o'zi necha vaqt beryapti? Ha, 1 soat. bilmiyorum. A tu? Bilasan. Cover listeye oladigan bo'lish kerak. 1 soat. 1 soatda. 2 soat bersa ham kam. Men liderlar shularga bo'ylashadi. Hech qaysi lider bo'lmaydi-ku. Nega? Shu paytlarda hech kim bunaqa ish tushmagan. Лидер faqat Telegram kanalida bor, и все, лидер kanalida. Просто существует. Да, просто существует. Men bir hafta lider bo'ldim, shu kanalda qolib ketdim. Keyin boshqa gruppaga o'tib ketib, o'z lider bor ekan. Lekin o'zbekda gruppa o'zi bo'ladi. Chunki gruppa deganga qaraymi, shular bilan gruppaga tushamiz. Problem kelmabdi-da. Hop, tushunarlimi? Tushunarlimi? Qaytadan. Grafik chizish kerak, plot graf degandan keyin chiz degani, aynalaysinda. Shade the feasible region. Ichini ko'rsatish kerak, mashit bo'ladi. 1 2. Hop, birinchisi x plus y kichkina 30 dan qani? Ayt menga. X ga 0 qo'ydim, y 30 chiqdi. X ga 0, y 30, mana 30. Mana nuqta. Y ga 0 qo'ydim, x 30, qani? Mana nuqta. Leksiyada tushuntirib berdim. Chizdim mana. Tushunarli? 0 0 oldim, tekshirdim. 0 kichkinami? Ha, kichkina demak past ekan. Mana pasti. Bo'yamadim, prosta past dedim. Mashitligini bilaman. Bo'yasam o'zi qashib ketadi. Ikkinchisi, bunga qo'yaman. X ga 0 qo'ydim, y 10. To'g'rimi? Y 10 degani 3 dan biri. 10 20 30. Mana bu. Qanaqa topdingiz? 5 ga bo'lsa, Hadi. 5 y 50 bo'lsa, y 10 mi? Ha, endi y ga 0 qo'ydim. Bu 0 bo'ldi. 2x teng 50 bo'lsa, 2 ga bo'lsam 50 ni 25 mi? Ha, endi uyg'onyapti bu qiz. Hop, mana 25 30 ga yaqin. Uladim mana. Uladim. Mana 25. Mana mana shundan o'tdi, короче. Mana. Endi savol, tepasimi, pastimi? Katta dedi. 0 0 qo'ydim. 0 0 kattami 50 dan? Yo'q. Demak, tepasi.
Bu degani nima degani? Mana ikkalasini orasi bo'lyapti degani. Alo, anaqa ko'rsatkichlar bor. Ha. Qarabsa ko'pincha to'g'ri chiqadi. Qaysi ko'rsatish? Katta kichik Yo'q. Har doim to'g'ri chiqadi-da. Har doim to'g'ri chiqmaydi. Har doim ham chiqmaydi to'g'ri. X katta yoki teng 10. X qani 10. 25 bo'lsa mana 10. X mana 10. Katta 10 bu taraf. Bu taraf. Bu taraf. 10 naqa Ana x10. X katta 10. X mana 10. X mana X. Mana 10. Bu yog'i. Bu yog'i. 10 qanaqa topgansiz tushunmadim. O'zi berganmi? Условияda bor. Voy. Mana buni qara. Yetib keldi. Endi ko'raman. Qizil nimaga tepaga talpinyapti? Nimaga? Chunki qara. Do, ha? Liniya. Da. Checkpoint qo'yman. 0 qo'yganman. 0 0 to'g'ri kelsa pas bo'ladi. To'g'ri kelmasa deb pas bo'ladi. 0 kattami elingda? Yo'q. Yo'q, noto'g'ri. Demak, bu yog'i to'g'ri kelmayapti. Tepasi bu. Tushundingmi? Ya. Endi suhbatni qo'yaman. Olmadı tushuntirgansiz shuni. No, tushunmayman, так что. Y 5 dan katta. Y qani 5. Mana 10 ni yarmi 5. Xudo qildim mana. Tepasi bu. Mana tepasi bu. Qat. Mana ikkalasining orasi. Buni bu yog'i, buni bu yog'i. Mana feasible region degan. Tushunali qani nuqtalari? 1, 2, 3, 4. To'g'rimi? Bularni ham topish kerak. Ha. Evaluate all corner points degan. Mana bisi shu. Ana corner points topaman. Birinchisi, mana bu grafikka y teng 5 qo'yaman. Mana bu grafikka y teng 5 qo'yaman. X nechi bo'ladi? 25 bo'ladi. Demak, konkret mana buni x 25, y 5. Mana bitta corner point. Ikkinchisi qoidadan. Mana chiziq, mana chiziq, mana chiziq. Bu chiziq x y5 mi? Y5 mi? Y5. Qaysi bilan kesishyapti? Mana bilan kesishyapti. Bu kesishgan qani? Mana. Tushundingmi? Bu bilan kesishyapti. Mana bu chiziq qani? X plus y teng 30 qani? Mana shu-da. Bunisi qizili necha? Qizili 2x plus 5y teng 50. Teng 50. Ana chiziq o'zi teng. Tushunarlimi? Nimaga teng? Nimaga teng? Chiziq o'zi liniyali. Qanaqa Katta kichkina deganim kattasi tepasi bo'ladi, pasti kichkinasi bo'ladi. Teng degani chiziq o'zi bo'ladi. Liniyali funksiya. Ha. Tushunali. Mana shuni chizdimmi? Shuni chizdim-ku. Shuni chizdim-ku mana. Ha? Endi qaranglar, menga nima kerak? Mana shu nuqta 1, 2, 3, 4 ta nuqta kerak. Nimasi kerak? Koordinatasi kerak. To'g'rimi? Koordinatasi kerakmi? Nechta koordinata bor? Ikkita koordinata bor. X, Y. Nimasi ma'lum? Mana buni Y ma'lum 5. Bu mavzu nomi nima? O'zbekchasi. Linear programming problem. O'zbekchasi bilini bilmayman. Chiziqli dasturlash. Chiziqli dasturlash. Xo'p, endi savol. Mana buni Y 5 ekan. X nechi? 25 mi? X nechi? Mana shunga qo'yaman-da, qo'y. Y ga 5 qo'y, Y x teng 25. Kaklas 25 chiqadi. Turibdi, o'zi. Yo'q, bu to'g'ri kelmasligi mumkin-da. To'g'ri kelmasligi mumkin. Keyingisi. Mana buni nimasini bilaman? 10 ni bilaman, to'g'rimi? X 10. X 10. X 10 bo'lsa, Y nechi? 25. 20. X 10, Y 20. Qo'shsam 30 chiqadi. Tushunarlimi? Keyingisi, mana bu nuqtani topaman. Bu nuqtani Y 5, X nechi? Y 5 bo'lsa, 2x plus 5 kara 5 teng 50 bo'ladimi? Bu yoqqa o'tkazdim 2x teng 25 bo'ladi, x teng 12,5 bo'ladi. To'g'rimi? Mana shu nuqtani x 12,5, y 5. Mana. Endi bu nuqtaniki x 10, y nechi? 10 ni olib kelib qo'yaman, y chiqadi. Tushunarlimi? 2 kara 10 plus 5y teng 50.
20 bo'ldi. Bu yoqqa o'tkazdim. 5 y teng 50 dan 20 ketdi. 30 qoldi. Y teng 6 ekan. X 10, Y 6. Mana nuqtalar ko'rib qo'ydim. Yaxshi videoga oldim. Tashlab beraman. Tushunarlimi? Ha. Endi bularni olib kelib z functionga qo'yiladi. Anaqa edi-ya, anaqa bor-ku, minoti. Ikkitalik. Which is the corner point. O'shani ikkitalik. Anaqaga qo'yadi. Ko'rish? Nuqtalar, qaranglar, hop nuqtalar. 10 20. To'g'rimi? Ikkinchisi 25 5. Uchinchisi 10 6. To'rtinchisi 12,5 bilan 5. Shularni olib kelib mana bu z functionga qo'yamiz. Hisoblaymiz. Z functionimiz nima edi? Z teng 3 kara x 10 plus minus ekan bu. Hop minus 4 kara 20. Shunda yosh. Ishlagansizlar shuni vaqtida. Boshqa ko'rish. 3 kara 25 minus 4 kara 5. Hisoblaymiz. Z teng 3 kara 10 minus 4 kara 6. Minus deyapti, chatog'iga. Bundoq bundoq ketib qoladi. Z teng 3 kara 12,5 minus 4 kara 5. Endi hisoblaylar endi bularni. Qaysi biri minimum chiqsa o'sha bo'ladi. 30 minus 80 minus Mayli, yaxshi. minus 50. Video qo'yib berdim. Video qo'yib berdim. 50. Desimalda takrorladi. Exponential. 55. Mana qarang, birinchisi, ikkinchisi 55. Birinchisi 30 dan ayiramiz 80 ni. Minus 50. Minus 50. Birinchisi minus 50 bo'ldi. İkincisi 55. Keyingisi u 75 dan ayiramiz 20 ni. 55. Keyingisi 30 dan ayiramiz 24. 6. Keyingisi 12,5 ni uchiga ko'paytiramiz. 37,5. To'g'rimi? Bo'lmasa 11. 17 yarim. 37,5 dan 20 ketdi. 37,5 17,5 qoldi. Minimum qani? Mana minimum biz minusda. Mana shu minimum. Mana shunga shuncha o'rnatildik. O'ldirilmadik. Ishladik. Shunda mana qani Uni 20 ekan. Mana shu yerda minimumga erishar ekan. Minusda. Ответga nima deb yozadi? Men minus. Plot the graph mana birinchisi bajarildi. Feasible regionni shade qildik, mana shade qildik. Evaluate the corner point. Corner point ani topdik. Mana. Charlie, which is the corner point that satisfies the objective function? Bitta savol aytayotgan. Which is the corner point which satisfies the minimum or maximum of the objective function deyish kerak edi. O'shanda Boshiga bir urgim kelyapti, shuni tutib olib. O'zi ishim o'zi faqat shunani Sut. Qiyin emas, linearliklar qiyin emas. Non-linearni ana kichik metod interval. Uni kesayin bir tushuntirib beraman. O'sha faqat. Tushunarli bo'ldimi? ishlash kerak. yo'q, bu ham yarim soatlik ekanda. Bu ham yarim soat. Necha soat, bir soat beriladimi? Bir yarim soat. Necha ball beriladi har bitta savolga? Men bilanga 30 balldan. Bilan qilishadi. Общий 15. общий necha ball? Общий 100. Ух ты. Общий 100. 30% bitta bilmayman. 30 bo'ldi. Savol. Tamam. Ana uchun siz finance qilganingiz. Finance qilganimiz har bittasi 4 balldan. Buni qilmaymiz-a? Buni qilmasdan mana shuni ishlab olsak bo'ladimi? 30 ekan. Bo'ldi, mana shu. Chunki multiple choice dagi savollar bittasi 4 balldan-da. Bu yerdan ikkita любой tanlaymiz. Hozir bu yerda question 11, 12, 13 dan ikkita tanlaysiz. Misol uchun buni tanladingizmi, hammasini ishlashingiz kerak. Buni tanladingizmi, hammasini ishlashingiz kerak. Nima faqat birinchi 3 tadanmi? Ko'rdingiz-ku, bormi mana shu? Shudan. Ya'ni bitta questionning ichida sub question ham bor-da, A, B, C. Siz buni ishlab, buni qildim deya olmaysiz-da. Bitta boshladingizmi, question A degan A, B bo'lishi kerak-ku. Vosh duvdir. Jamlik kecha ko'rdingizmi, mana shu bormidi? Mana shu bormidi? Bu bor aniq bor. Все, ura, shu qilamiz. Aniq bor.
Mani ham bor. Yana bitta qilaylik, Yana чтобы 60 Yana balli. bor mana yana bittasi. Buni-chi? Bu minimizing ham. Ikkita qilsak 60. So. Это проходной, да, получается? Проходной yo'q bunda. Bu anaqa 20% beradi-yu. Bu 15% beradi. 15% beradi. 15% beradi. Kelmaydi. Men 12 bilan 13. O'zi birinchiga kelmagansan. Ha? 12 bilan 13. 12. Hop qara. O'chiraymi rasmga olib? Logaritm. Videoga oldim. Проходили. Videoga oldim. Videoga olsana. Da. Хорошо, gruppa. Menga tashlama, gruppaga tashlama. Da. Группада bormisiz? Men borman, lekin tasholmayman. Tashlamaydi-ku, men tashlayman faqat. Sen tashlaysan. Qaysini aytyapsiz? Medismat. Buni Bittasan, Robiyev fitnachi degan odam tashlaydi. O'chiraymi? Да. Tepdimi? Вообще easy. Easy emas. Vaqt